Assalomu alaykum Eldorus kanali obunachilari. 2025-yilda konteyner mahsulotdan tom yopish va mana shunday chiroyli qilib navislar qilish nech puldan bo'lyapti deganlar uchun hozirgi kunda andijonlik akalarimiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga 400 kvadrat joyda chiroyli qilib konteyner mahsulotdan tomlarni yopib berishyapti ekan. 1 kvadrat qanchadan bo'lgan, qayerlargacha xizmat ko'rsatadi? Bittadan like bosib tursangiz chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Bo'lmasa usta akamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamaysiz? Rahmat aka. Aka, xudo olsa chiroyli qilib bitirib beribsizlar, ha? Sharafasiga yetib berdik, xudo xolasa. Nima ishlari qoldi endi aka buni? Aka, buni tunuka yopish jarayonini keldik. Tunukasini endi ertaga xudo xolasa yopamiz. Tayyor bu yog'i. Temirlar hamma yoq tayyor. Uzunasiga 30 metrga, bunaqasi 13 metr yopildi. 13 metr yopildi. Aka, materiallari qanaqadan ishlatilgan? Konteyner materiali listi 1.8 2 stenada qilindi bu ishimiz. Profillari 4x4 va ugonliklar ishlatilgan. Ugonliklar 2 stenasi, profillar 1.8. 1.8, tushunarli. Xo'sh. Bu nol holatdan yopildi, to'g'rimi aka? Nol holatdan yopildi. Necha kun bo'ldi aka bu yerga tushganlaringga? Hop, tushganimizga xudo xolasa 12 kun bo'ldi. Shu jarayonga olib keldik. 12 kunda shu holatga keldi. 12 kunda shu holatga keldi. Tushunarli. Aka, nimalarni tomini yopyapsiz hozirgi kunda? Hozirda skalatlar, uydi tomi, parnik, yana temirga oid bo'layotgan narsaki yopib beramiz. Yopib berilaveradi. Misol uchun firmalar qurilyapti hozir. Katta issiqxona, teplitsalar, undan tashqari to'yxona, uylarda tomi farqi yo'q, ketaveradi, to'g'rimi? Ketaveradi. 25 metrgacha yopib beraveramiz. 25 metrgacha bez ustun qilib yopib beradimi? Bez ustun yopib beraveramiz. Shu ham hozir 13 metr. Holatini ko'raverasizlar, yaxshi yopilgan. Loy bosilishiga, pena quyilishiga moslangan. Bu hozir lombas qilishga moslab ketilgan. Moslangan, moslangan. Lombas qilishga rekalar orasi mana tunikaga tayyor. Tunikasini. Aka, bu nimalarning orasi necha qo'yilgan? 1.30 qo'yilgan orasi. Rekalarda orasi 60 dan qo'yilgan. 60 dan qo'yilgan. 1.30 dolasi bemalol lombas qilsa yoki bo'lmasa pena bossa bo'laveradi, to'g'rimi aka? Bemalol bossa boshqa narsasiga javob beramiz. Garantiyasi bor. Tushunarli. Aka, misol uchun zakaz qilishi mumkin yoki bo'lmasa so'rashlari mumkin. Mana bu stoykalarda yoki bo'lmasa tivadagi mahsulotlarda, profillarda kattaroqdan qo'yish iloji bormi? Kattaroqdan qo'yish iloji bor. Uni kelishib, joyini qarab, o'zi ob'yomga qarab, bu mahsulotni o'zimiz hisoblaymiz. O'z katta kichikligini o'zimiz ham tanlab yo aytib ana qilamiz. Ob'yom kattalashgan sari bu ham kattalashadi. Profillar ham kattalashib, xohlasa 1 skat, 2 skat nimalar qilib berilaveradi. Konvertlar qilib berilaveradi. Berilaveradi. Hammasi cho'tga qilib. Tushunarli. Xo'sh. Aka, mana shu yerda kvadratini qanchadan yopib berdilar? 1 kvadratini. Buni 260 ming so'mdan yopib beryapmiz. 1 kvadrati. 1 kvadrati. 260 ming so'mdan mana shu stoyka ustunlarini qo'yib, to'g'rimi aka? To'g'ri. Mana shu noldan chiqarib berdik. 260 ming so'mdan. Devorni ustiga bo'ladigan bo'lsa, 200 ming so'mdan qilib beramiz. 200 ming so'mdan qilib berilaveradi. Shu holatiga kvadratini. Demak, sizlarga oddiy, misol uchun mana shunday tekis joy bo'ladigan bo'lsa ham bemalol navia skalat qilib beraverasizlar. Qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz aka. Tushunarli. Xo'sh, 260 ming so'mning ichiga nimalar kiradi aka? 260 ming so'mning ichida aka tunuka yopish xizmati kiradi. Temiri kiradi, usta puli kiradi. Faqat pulni sanaydi bo'ldi. Pulni sanaydi bo'ldi. Tunikalar o'zlaridan bo'ladimi, uyga olib beradi? Yo'q, tunikasini olib beradi, yopib beramiz. Uyda gaz olib beradi, bo'ldi, yopib beramiz. Aka, misol uchun mana shuni kraskalar beringlar desa, narxi ichida ketaveradimi yo qo'shiladimi? Uni kelishamiz. Zakazchi bilan kelishib, uni qanaqa rang, qanaqa anaqa kraska sepilsa, uni kelishib, muhokama qilib, ish davomida hal qilib tashaveramiz, aka. Tushunarli. Misol uchun kattaroq ob'yom bo'ladigan bo'lsa, bonusga ham qilib bonusga qilib beraveramiz, aka. Aka, eng arzoni qanchadan boshlanadi? 150 ming so'mdan chiqadi, eng arzoni. Eng balandi 300 ming so'mgacha bo'ladi. 300 ming so'mgacha bo'ladi. 300 ming so'mgacha bo'ladi. Tushunarli. Xizmatlar qayerlargacha? Aka, 12 viloyat bo'ylab, O'zbekiston bo'yicha yasab tayyor qilib beraveramiz. Narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. O'zbekiston 12 ta viloyatga bir xil ketaveradi. Bir xil ketaveradi. Narxi o'zgarmaydi. Uyda gazdan nimalar talab qilinadi aka? Faqat bo'ldi, joyini ko'rsatadi.
yotoq joy qilib beradi ustalarga. Aha. Uni ish davomida kelishamiz, uydagi faqat pulni sanaydi bo'ldi. Ha, misol uchun yotoq joy oziq ovqat qilib beriladi, bo'ldi. to'g'rimi? Bo'ldi. Tunikasi yopiladigan bo'lsa, tunikalarini olib beradi, bo'ldi. O'zidan Bo'ldi. chiroyli qilib yopib. Chiroyli qilib yopib beramiz. Aha. Tushunarli. Aka, biz kanaldan chiqqanlar uchun skidka, Skidkasi, bonuslari bor. Kanalingizdan chiqqanlarga. Aha. Tushunarli. Demak, xizmatlar O'zbekiston 12 ta viloyatiga, bizni keyin yana aka qo'shni davlatlardan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan kuzatishadi. Ulargachi? Sengilarga ham qilib beramiz. Aha. Qilinyapti. Qilinyapti hozirgi kunda. Qilinib ishlarimiz avjida. Tushunarli. Xudo olsa qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdi degan umiddamiz. Qandaydir savollar qolib ketgan bo'lsa, ekranni pastiga nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, xudo olsa chiroyli qilib ma'lumot olib, yoqqan bo'lsa qizishlaring mumkin. Albatta bizning kanaldan chiqqanlar uchun skidkalar bor aka. Bor aka. Ma'lumotlar uchun rahmat. Sizga ham charchamang. Mana shu mehnatga, shu akalarimiz mehnatiga bittadan like bosib qo'ysanglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.